O'zi bitta ukangiz bor. Shunga ham pastlik qilyapsizmi? Molni hali ham yetkazib bermadilaringmi? Nima? Kam chiqdi? Necha marta aytganman sizlarga, mas'uliyatli bo'llaringni. Assalomu alaykum jon akam. Hozir qo'raman. Shu desangiz bitta gap bor. Gapir tezroq. Aka, iPhone'ning yangi modeli chiqibdi. Klubda bitta man qoldim. Olib bermasangiz bo'lmaydi. Axir meni statusimga to'g'ri kelmaydi-yu. Olib beraman. Faqat hozir emas. Hozir ishlarim uncha yaxshi emas. Ozgina sabr qilib turgin. Olib beraman shu matohingni. Aka, menga aynan bugun kerak. O'rtoqlarim bilan o'tirishim bor. Qanaqa tushunmaydigan bo'lasan? Ozgina sabr qilib tur. Olib beraman dedim-ku. O'zi bitta ukangiz bor. Shunga ham pastlik qilyapsizmi? Bo'pti. Haqiqatan inson shoshqaloq qilib yaratilgandir. Anbiyo surasi 37-oyat. Shunday yaratilgan ekanmizda, sabr qilib kutolmaymiz. Biz kattalar ham shu. Bir narsa olib beraman desangiz, holi joningizga qo'ymaydigan yosh bola singari betoqat bo'lib qoldik. Bu illatni tuzating, sabrga o'rganing. Hayotda shunday ishlar borki, shoshqaloqlarga nasiba yo'q.